Assalomu alaykum hurmatli Mobile Boss kanali obunachilari. Bugundan boshlab YouTube kanalimizga yangi telefon narxlari, ravoch telefon narxlari va sizlar uchun foydali bo'lgan live hacklar va undan tashqari telefon obzorlarini qo'yib boramiz. Unday bo'lsa, bugun 11-may boshladik. Mana A17 lardan boshlaymiz. A17 larimizda 3 xil xotirasi bo'ladi. 4 ga 128 talik, 6 ga 128 talik va 8 ga 256 talik. Undan tashqari bizda A26, A37, A36, A56, GT30 Pro Poco modellari barcha mana vitrinamizni ko'rsatishingiz mumkin, hurmatli operator. Ko'rsatsangiz barcha Honor modellar X9 da trendda bo'lgan 12 ga 256 talik, 8 ga 256 talik, undan tashqari X7 da, X6s lar, Redmi A5 budjetniklar, 15s, Redmi Note 15 Pro, Note 14 Pro Plus, Infinix modellari barchasi bu. Bundan tashqari bizdan keyin ko'pchilik so'raydigan, ya'ni beushni mana bunaqa kichkina ikkinchi telefon qilish uchun bizlar uchun telefonlarimiz bor. Keyin juda ko'pchilik so'ragan planshetlarni obzor qilib bering deb bitta ukamiz so'ragan edilar, juda ham qo'ymasdan. Shu planshetni ham mana video davomida sizlar uchun ochib maxsus shunday ko'rsatishingiz mumkin uzoqdan. Ya'ni planshetimizning nomi 17 Max planshet bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Xotiralari 512 va 1 terabaytlik bo'ladi. Narxi 1 million so'm. Mana bunaqa korobkada bo'ladi. O'zini chexollari bilan, shishalari bilan chiqadi. Ko'rishingiz mumkin. Korobkasidan chiqadigan narsasi klaviatura chiqadi, meshkasi chiqadi o'zini, kabeli chiqadi, golovkasi chiqadi, ruchkasi ham bo'ladi. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Sizlarga boradigani mana bunday pachka, bitta ko'rsatib o'ting. Salafon upakovka ochilmagandan ketadi. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Bitta bu vitrinamizni ko'rsatsangiz, hurmatli operator, iPhone vitrinlarimizni ko'rsatasiz. iPhone vitrinamizda mana bemalol 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max, 12 Pro Max, 11 Pro Max barchasi bor va juda ko'pchilik uchun ma'qul bo'lgan iPhone 11 larimizdan bu. Bularning narx-navosini opisaniyada, pastda kommentariyada opisaniyada telefon raqam qoldiraman. Bemalol bizga telefon qilishingiz mumkin. Yo bo'lmasa, aniqroq varianti Telegramdan nomerimizni saqlanib qilib, bizga nomerimizni saqlanib qo'ysangiz, pastda ikkita raqam qoldiraman. Ikkalasidan ham Telegram bo'ladi. Telegramdan bizga bog'lanib, bemalol aka yo uka, bizga misol uchun Honor X6s modeli kerak. Shuni narxini video obzorini tashlab bering desiz, tashlab berib, narxini kelishib, viloyatlarga bo'lsa ham pochtaga bilan chiqaramiz. Agar siz Samarqanddan bo'lsangiz, bitta pasportga ham kreditga chiqarib beramiz. Qolaversa, agar viloyatdan bo'lsangiz ham bemalol do'konimizga tashrif buyurib, kelsangiz, plastik karta pasport bilan chiqarib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Do'konimizda undan tashqari, mana bu telefonlardan tashqari bemalol xohlagan turingizdagi original barcha aksessuarlar, ya'ni naushniklar, AirPodslar, birga bir kopiyasi, originali, tepadagi mana sportивный naushniklar, sportивный aka-ukalarimiz uchun original golovkalar, undan tashqari yosh bolalar uchun planshetlar, kolonkalar, bluetoothlik, bez bluetooth hammasidan mavjud. Bemalol xohlagan narsadan zakaz qilishingiz mumkin. Boya aytganimizdek, ekranda pastda telefon raqamlar qoldiramiz. Bemalol bizga telefon qilib, iPhonechi juda ham nozik bo'lgan opa-ukalarimiz, aka-ukalarimiz uchun juda nozik bo'lgan chexollarimizdan bor. Bemalol lyuboyini aytsangiz tashlab beramiz va dostavka pochta chiqarib beramiz. Bitta narsani eslatib o'tamiz. Bizlar bilan Telegramda bog'langaningizdan keyin, gaplashganimizdan keyin bizga bor yo'g'i telefon olmoqchi bo'lsangiz 100 ming so'm bizga tashlab berasiz. Agarda aksessuarlar olmoqchi bo'lsangiz, bizga hech qanaqa pul tashlab bermaysiz. Faqatgina telefon raqamingizni berasiz. BTS pochta orqali pochtadan chiqaramiz. Yetib borgandan keyin pulini tashlab, bemalol bizlar bilan bog'lansangiz bo'ladi. Sizlar bilan Mobile Boss. Instagramdan ham yozib ko'rsangiz bo'ladi. Instagramdan ham 13 ming, 15 ming obunachimiz bo'lgan. YouTube'da esa 40 mingga yaqin obunachi bo'lib qolgan. Videomiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, birdan like bosib qo'yasizlar. Ma'qul kelmagan bo'lsa, ketgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasizlar. Sizlar bilan Hasanboy. Tashakkur hammangizga.